لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Subhanahu ve Taala Kalem Suresi'nin 10. 11. ayetlerinde mundaq dedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tuti' kulle hallafin mehin hemmazin meşşâin binamim. Allah Subhanahu ve Taala ayıp xorluqning ki Allah qarşı çıkışı, Allah'ın peygamberi, Kur'an-ı Kerimni inkar qilguchi kafirning yaman sifati bo'lg'achqa biz mu'minlarni ayıp xor bo'lishimizdan to'sigan. Allah Taala deyki: Estaizu billah, ya eyyuhellezine amanu la yaskhar qavmun min qavmin asa en yekunu hayran minhum. Ey iman etgan müminler, bir cemaat yana bir cemaatni masxir qilmasin. Masxira qilingan kishilar masxir qilgan kishilardan yaxshi bo'lishi mumkin. Bir ayollar jamoasi yana bir ayollar jamoasini masxir qilmasin. Masxir qilingan ayollar jamoasi masxir qilgan ayollar jamoasidan yaxshi bo'lishi mumkin. Sizlar qarindoshlaringlarni ayblamanglar. Sizlar laqablar bilan birsi-birsinglarga nom laqab qo'yib, yomon laqablar bilan birsi-birsinglarni atashmanglar deb Allah Subhanahu ve Taala bizni o'zaro birsi-birsimizga ayb qilishdan to'sigan. Qarindoshlarimiz, bu kafirning Allah Subhanahu ve Taala bu kafirni aybxo'r deb mushundaq yomon nom bilan atishiga sabab bo'lgani, birinchisi Allah Taalaning payg'ambari ilib kelgan risolat Qur'onni, islom dinini sihri deb aybladi. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge xalqlarning islomga kirib ayishidan to'sidi. Mana mushundaq ayibxo'r bo'lganligidan Allah Subhanahu ve Taala bu kafirni Qur'oni Kerimda qiyomatgacha rasvo qildi. Hozirmi mana mush kafirga o'xshash har qandaq bir Allah'ning risolatiga chaqirguchi Peygamberning varislari bo'lgan haq chaqirguchilarni va dunyoning qaysi joylarida bo'lsin haq tarafga va haqning ustun bo'lishiga tashviq qiluvchilarni ayblaydigan, ularga haqorat yog'diradigan, ularga har turli bo'htonlarni qiladiganlar yana hozir mavjud. Bularmi Xitoy kommunist tajovuzchilari haq va islom dinga va islomning erkinligiga, musulmonlarning erkinligiga chaqirgan Sharqi Turkiston zimindagi nurg'un musulmon qarindoshlarimizni nurg'un haq va islom dinining ustun bo'lishi uchun bilim va din uyatgan, joni hayotini qurbon qilgan ustoz ulamolarimizni va shundaqla bizningki islomiy huquqimizni va bizningki davlatimizni mustaqil qilish uchun tirishchanlik qilgan, har huquqimizni qo'lga keltirish uchun tirishchanlik qilgan barliq musulmon xalqimizni, mayli ular qaysi jamiyat, qaysi guruhdan bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, muallimlar bo'lsin, o'quvchilar bo'lsin, o'qituvchilar bo'lsin, har qandaq bir Uyg'ur fuqarosi bo'ldi ekan, ularning hammasiga har turli qaralarni, bo'htonlarni, jinoyatlarni atib necha yil kasdi va jamiyatda har turli
ayb va haqoratlar bilan ularni hozirmi jazolash lagerlarida sirt qolganlarini sirtlarda kech-kunduz televizor, internet, radio tashviqotlar bilan doim ayblayotdi. Demak, mana bu oyatning amaliyati ijtimoiy va siyosiy jihatdan qaraganda dunyodagi har qanday bir zolim kofirlar barliq islom dinini inkor qiluvchi kofirlarning raisleri hozirgi media tashviqot vositasidan foydalanib burunqidan baxtiga aybxo'rlik qilayotdi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz Allah subhanahu va taolaning risolatini, islom dinini bizning oldimizda qo'ygan, Allah taolaning so'zini bizga yetkazgan, Qur'on, hadis hidoyatiga chaqirgan ustozlarimizga, ulamolarimizga haqni o'ttirib qo'ygan har qanday bir kishining yo'lruqiga ayishimiz lozimki, qat'iy mana shunday haqqa, islom diniga aybxo'rlik qiladigan zolim kofirga itoat qilmasligimiz, ularga ergashmasligimiz lozim. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizningki musulmonlar jamoatini ittifoq, birlikda bir go'zal jamiyat barpo qilish, o'zaro birsimizdan aybxo'rlik qilib, ayb izlash emas, birsimizga yaxshi, yorug'likda bo'lib isloh qilishimiz uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda mundaq degan. Abu Davud Tirmizi rivoyat qilgan hadisda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Menga hech biringlar mening sahobalarning birasining yomon gapini qilib kelmasin. Men sizlarning qishinglarga qalbim saq, qalbim pak chiqishni yaxshi ko'raman. Ya'ni kechqurunlikda mening qishimga sahobalarim to'g'riliq yomon gaplarni qilib, g'aybat yetkazib kelsanglar, mening qalbimga yomonlik bilan ta'sir qilib qo'ysanglar bo'lmaydi" deb Muhammad sallallohu alayhi vasallam shundoq bir go'zal jamiyatni bizga o'ttirib qo'ydiki, sahobalarning ayblarini Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yetkazishdan to'sh orqali biz yashayotgan musulmonlar jamiyatida alohida islom diniga, islom millatiga, islom davlatiga, jamiyatga, umumiy xalqqa ziyon soladigan alohida bir ahvol bo'lmasa, musulmonlarning shaxsiy ayblarini rahbarlariga, ustozlarga, cho'nglarga, mudirlarga, raislarga yetkazishninki xato ekanligini, mana shunday jasuslik, mana shunday aybxo'rlik harakati bilan meng'atgan har qanday bir qarindishimizning qilgan ishining xato ekanligini doim 3-4 dan yoki 15, 5-6, 8, 10 kishilar biya kelib jamiyatninki ayb nuqsonlarini chaqadigan, gaz chaqqandek jamiyatninki ayb nuqsonlarini birdan-bir so'rab chiqadigan emas, balki jamiyatni qandoq qilsak isloh qiladigan, bilgan ayb nuqsonlarimizni qandoq qilsak tuzg'ili bo'ladigan taraflarini asos qiladigan, ammo shaxslarning yuz obro'ylarini, shaxslarningki haq huquqlarini tajovuz qilib boshqalarga chiqish, o'zdan ustun kishilarga chiqish yoki jamiyatga, rahbarlikka chiqish orqali musulmonlarning yuz obro'yini tushirishdan to'xtash lozim ekanligini mana bu hadis bizga alohida o'tadi. Ham shundoq bir amaliyotga bizni o'tadiki, musulmon degan aybxo'r bo'lmaydi, balki islohotchi bo'ladi deganlikni uqtirdi. Ibn Habban Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Mu'min degan ta'an emas. Laysal mu'minu bit-ta'an." Mu'min degan ayblig'ur emas. Boshqalarga sat, yomon, aybxo'r gap qildigan emas. Ig'izi buzuq emas.
va qo'pol emas va sat yomon buzuq gap qiladigan emas deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mu'minlarni mushu qizil siziq doirasida qizil siziq doirasiga kirmaydiganligini alayda uqtirgan qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz ijtimoiy axloqda qanday bo'lishimiz kerak? Yumshoq, kuyimjon, tatliq gap qiladigan, shafqat, mehr qiladigan, o'zaro birsimizga ayb va nuqson bilan qaramasdan, balki keng qo'saqliq va yaxshilik tarafini ko'rish bilan qaraydigan bo'lishimiz kerak. Ya'ni musulmonning ayibxo'r bo'lmaydiganligi, bir musulmon qarindoshining qishig'i kelgan vaqtida uning turmushininki, oilasininki, kirimininki, uningki hayotining qandoq bo'lganligi to'g'risida yordam qilish uchun, yaxshilik qilish uchun, uningki turmushidagi yetersizlik joylariga yordam berish uchun so'rasa bo'ladi. Ammo uni ijtimoiy so'rinlarda o'zaro munosabatlarda tushunish uchun sening kiriming arammi shunchalikmi? U Alloh uchun o'zli ba quvvatni birini bilib halol kasb qilib olsa, uningga sening kiriming shunchalikmi deydigan, o'ydirga borsa, uying shunchalik tarmi deydigan, uningki minadigan ulug'i, masalan, mashinasi yoki uningki velosipedi yoki motori bir narsa bo'lsa, buningdan yaxshisini minsan olmamdi. Minadigan narsang mushumidi yoki oilasiga borsa, ayoling mushumidi deydigan har qanday bir yerga borsa, borgan yerida ko'rganlikim narsa qarab, ularning ahvoliga, ularningki hayotiga, ularningki turmushiga shafqat, mehri, do'stlik, hamkorlashish yetkazmay, balki borgan yerida ayib, nuqson tug'dirib, atrofidagi qarindoshlari, jamiyatlari musulmonlarningki hayotiga baxtsizlik keltiradigan mundaq qiliqning musulmondan sodir bo'lishiningki cheklanganligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mush hadis orqali bizga uqtirdi, ham yuqoridagi yomon sifatlik axloqning qatorida bo'lib qolishimizdan bizni ogohlantirdi. Ikki sahih kitobda rivoyat qilingan hadisda Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, u kishi mundaq dedi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki mundaq deganligini oldim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydi-ki, jannatga qattot kirmaydi. La yadkhulul jannata qattatun." Ya'ni gap to'shig'ichi jannat kirmaydi dedi. Demak, qarindoshlarimiz gap to'shishninki nihoyat ig'ir bo'lganligidan gap to'shish agar ig'irlik darajasiga yetib Xitoy kommunist kafirlarga yoki Yahud xristianligiga yoki butparast mushrik kafirligiga, Myanmardagi, Sharqi Turkistondagi va dunyoning har qaysi joylaridagi zulm o'shigan zaminlardagi zulm o'shayotgan musulmonlarga zulm bo'layotgan ashundaq maydonda kafirlarga sitilib gap to'shigan bo'lsa, bundaq odam shu gap to'shiganlik tufaylidan do'zaxda qoladi. Shuning uchun qarindoshlarimiz gap to'shish mana shundaq ig'ir jinoyat. Undaq bo'lmagan taqdirdami ijtimoiy jamiyatdagi gap to'shishimiz qat'iy pushaymon qilib Alloh tarafiga qaytmasak, bu bizni ham do'zaxda qoldirishga, jannatdan chiqarishga, jannatga hisobsiz kiradigan ishimizga to'salg'i bo'lishga sabab bo'lib qoladi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan yana bir hadisda Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda kelgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki qabr egisining qishidan o'tdi. Dediki, bu ikki qabr egisi azoblanadi hozir. Cho'ng bir jinoyat to'liq azoblanmaydi. Ikkisining birisi gap to'shitdi. Yana birisi tarat qilgan vaqtida suyukdan saqlanmaydi dedi. Demak, ikkisining birisi ijtimoiy munosabatni yaxshi qilmaydi. Iymonning nimaga munosabati bor ekan? Ijtimoiy axloqqa munosabati bor. Shundaq yomon gap, g'aybat shikoyat, buhton, o'zaro birligimizni buzadiganga har turli zahar xandaligimizni chechish to'g'riliq jamiyatda zahar xandaligimizni chechish harakatlarini ilib borgan har qanday bir
Müslüman mana şu kabr azabıga duçar buludu. Hem ikinci birisi ibadeti. Yani sülükten saklanmaydıgan adam ibadetini caydı kılalmaydı. Tersini obdan alalmaydı. Pakize namazı kılmaydı. Şunun için kıyırındaşlarımız kuşuk bilen Allah Teala'ya ibadet kılışımız üçün her kandak bir ibadetimizde hem ibadetimizge dahil etkizdiğen işlerden saklanışımızın ki zürlüke saklangan vaktimizde andın Allah Subhanahu ve Teala'nın ki cennetine layık bulduğanlıkımız kabir azabının saklanıldığanlıkımız yokturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem andın hül boğan bir çivikini ekilip ikki parçalap bu gap toşuğa çığa birini yeni bir sülükten tarat kılgan vaqtida kichik taratda paklanıştın joyida paklanıp saklanmaydigan mundaq kishininki qabrisi ustiga ikki chiviqni tikib qo'ydi. Tikib qo'yib dediki, mushu ikki chiviqni men tikish orqali Allah Subhanahu va taolo mushu ikki kishidan Allah Subhanahu va taolo azobni yengiltdi deb umid qilaman dedi. Ya'ni Allah Subhanahu va taolo Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah Subhanahu ve taolo qilgan duosi bilan mush ikkisiningki azobini Allah Subhanahu ve taolo yengiltganlik to'g'riliq mush hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bishorat berdi. Demek qarindoshlarimiz musulmonlar o'ttirisida adovat yashadigan gap tushush va shikoyat qilish orqali musulmonlar o'ttirisga dushmanchilik teriydigan bu yomonlikninki mayli ota-ona balavoqlar o'ttirisi bo'lsin, ayollar o'ttirisi bo'lsin, ayollar bilan ayollar o'ttirisi bo'lsin, har qanday bir jamiyatda bo'ldi ekan, buning hammasi Allah Subhanahu va taolaning g'azabini keltiradigan, qabr azobiga loyiqlashtiradigan, ig'roq bo'lgan vaqtda insonni do'zaxga kirgizadigan mana shunday yomon amal qilishimiz. Shuning uchun hozirgi jamiyatimizda biz Uyg'ur musulmonlari qadimdan tortib mushu gap tushish, suxanchilik ishida yomon axloqdan yiroq turishga ahamiyat berishimiz siyosiy jihatda bo'libmi? Az bo'lg'achqa Xitoy kommunistlarining qo'llarida Uyg'urni Uyg'ur chaqadigan, idora jamiyatlarda bir Uyg'ur yeni bir Uyg'urni chaqadigan, her türlük mushu masjid camialarda, her türlük ictimai sorunlarda bir Müslüman yeni bir Müslümanni chaqadigan mana mushundaq ishlar ko'p bo'lganlikdan oxirisida biz mana shu yomon kunni ko'ratimiz qarindashimiz. Shuning uchun har qanday bir qarindashimiz mush gap to'shdan saqlanishimiz kerak. Ana shundaq Xitoy kommunistlarininki qora darvozasini chekib, ayni vaqtda qora darvozasini chekib gap yetkazgan bo'lsa, hozir telefonlar orqali, internet torlari orqali azgına mal dünyanın, azgını hissiyatının, azgını menfaatının, yoki azgını kallısta o'ylagan yalgan vahmi Xitoy kommunistlari atugün azjaq bir fursat bip qalsa, shu Xitoy kommunistlari bilan bir chiqishib yashab ketama deb shunday qilish orqali gap to'shib dinni sotadigan ishlarni hargiz qilmaydi qarindashlarimiz. Shuning uchun mu'min qanday bo'ladi? O'zaro birsi bilan o'zaro birsimizga do'stlik, mehriyat yetkazadigan bo'lsa, Xitoy kommunistlarga, Allohning dushmanlariga, chet elda hamma yerda Allohning dushmani kofirlarga, mu'minni chiqib, mu'minni supurib yashaydigan bo'lmaydi. Balki o'zaro birsiga mehr shafqat qiladigan, do'stlik yetkazadigan, birsimizga yaxshilik qiladigan bo'ladi. İmam Ahmed'ning Musnad kitobida Asma binti Yazid raziyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ala ukhbirukum bi khiyarikum." Men sizlarning yaxshilardan xabar bermaymi? Sahobalar dediki, "Balki xabar bersa ey Rasululloh, ey Allohning elchisi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki: "Allazina idza ru'dukirallohu ta'ala." O sizlarning yaxshilar ularni insonlar tarafidan, xaloyiqlar tarafidan ko'rilgan vaqtida Allah Subhanahu va taolo esnadigan taqvodor kishilar,
Aşu takvadar kişilerge xalqlar qarsalam Allah subhanahu wa ta'aladan qorqishni, Allah subhanahu wa ta'alani Allah'ni razı qildigan ishlarni esiga oladigan, Allah to'sqan ishlardan yenishni esiga oladigan ana shundaq taqvodor kishilar, ya'ni yaxshilikda, taqvodorlikda ulgu bo'lgan kishilar haqiqiy sizlarning yaxshinglar dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ala ukhbirukum bishirarikum, men sizlarga sizlarning ichinglardan bo'lgan yomon odamni xabar bermaymi dedi. Deb bulab payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deyki, u yomon odamlar al-mashshaun, gap to'shug'uvchilar, yaxshi do'stlar orasida buzg'unchilik qilguvchilar, al-baghuna lil-bura'il anat, yaxshi pok odamlarni gunoh ma'siyat, haromga zo'rlug'uvchilar. Yana bir ma'nosi, yaxshi pok odamlarga gunoh ma'siyatni, yomonlikni chachquchi, yomonlikni yayg'uvchilar, ya'ni jamiyatda yomonlik qizdiruvchilar deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq dedi qarindoshlarimiz. Demak, biz haqiqiy Allohga xolis musulmon bo'la olsak, bizning yig'ilishimizda Allah subhanahu va taolaga muhabbat bog'lash, Allah taolaga itoat qilish, yaxshi amal qilish, haqni ustun qilish, bizdek zulmga uchragan va dunyoning har qaysi joylaridagi mana musulmon ummati doim ojiz turayotgan mushundaq davrda imkon bor musulmon ummatini iymon, aql, farosat, dinda kuchli bo'lish, fanda taraqqiy qilish, o'zaro birlik va ittifoqlik, o'zaro kuchli va hamkorlashish bo'lishga, kelgusi avlodimiz, naslimizni yaramliq bir islom avlodi qilib qurib chiqishga, jamiyatimizni, oilamizni, shaxsiyatimizni haqiqiy samimiy, pok niyatlik va ixlosman qalbimiz pok qilib qurib chiqishga, shundaqla har qandaq bo'ron chopqindimi bizningki atrofimizdagi har turli fitnaxo'rlar, g'aybatxo'rlar va shundaqla gap to'shug'chilarning to'shig'an gap so'zlari, inson va jinning tarqatgan har turli internet, tor televizorlar orqali qilayotgan bizningki dunyo musulmonlarining, bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlarininki haq taraflari va islom diniga bo'lgan barliq tashviqotlarga qarshi qilayotgan har qanday bo'htonlarini bizga ta'sir yetkazmaydigan darajada kuchli iymonga va kuchli ishonchga ega qilishimiz uchun o'zaro birsi-birsimizga nasihat, yaxshilikni buyurish, yomonlikni to'sish, islohot olib berish bizning mas'uliyatimiz, qarindoshlarimiz. Avvalan o'zimiz gap to'sh bilan yoki gap to'shqishlarga fursat berish bilan yoki gap to'shqishlarni har turli media, internet, tor televizorlarda va jamiyatimizda o'rin berish bilan, olqishlab qo'llash bilan bularga has qatnashishimiz lozim, qarindoshlarimiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo haqiqiy sog'lom axloqli, ixlosmand mu'minlardan bo'lishni nasib qilsin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo anglagan Qur'onning ijtimoiy va siyosiy va hayotimizdagi har bir ta'siriga amaliy hayotimizda amaliy ijro qilish bilan amal qilishimiz bo'lsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin.